Bugungi darsimiz CSS birinchi dars. CSS bizga nima uchun kerak degan savol bor. CSS nima degani? Hozirgacha qilgan Apple veb-saytimiz bormi? Endi keling o'shanga dizayn quramiz. Saytingiz ma'lumot o'sha bitta iPhone'ni ma'lumotini rasmni o'ng chap tomonda, ma'lumotni o'ng tomonda tursin deysiz, to'g'rimi? Mana shu dizayn berishim shu. Ya'ni joylarni almashtira olsangiz sizga CSS kerak, dizayn berishga. Button bor, tugmalar bor. Tugmalarga rang berasiz. U ham CSS kerak, bilsangiz kerak uni. CSS bundan tashqari ko'proq narsalarni qila oladi. Orqa fonga rasm qo'yish, veb-sayt orqa foniga rasm qo'yish, animatsiyalar qo'shish, tushundingizmi? Sichqoncha borganida ranglari o'zgarishi, mana shu hammasi nima ekan? CSS ekan, xuddi shunaqa. Endi misol uchun menda H1 bor, to'g'rimi? H1 ga salom deb yozdim. Salomga rang bermoqchiman, rang bermoqchiman shunga. Mana men hozir Lightsaber qilsam, mana ochiladi. Endi men shunga rang bermoqchiman mana. Style degan rang bor mana. Style, background. Background nima degani? Background color red qilsam, mana orqa fon nima bo'ldi? Qizil bo'ldi. Ko'rdingmi? Background color. Endi men backgroundni o'zini o'chirib tashlasam, color o'zini qoldirsam, ana buni bilasizmi? Bilaman. Mallaka. Mana shunaqa. Endi men yana bunga dizayn bermoqchiman. Misol uchun qanaqa dizayn? Aytaylik. Hover nima bo'lganida? Sichqoncha, misol uchun mana sichqonchani border chiziqcha 1 piksel. Barakalla. Mana bunaqa ramka chiqdi, ko'rdingizmi mana? Mana ko'rdingizmi? Bunaqa ramka chiqdi. Ha. Endi shunaqa qilib keyin nima bo'ladi? Keyin misol uchun mana qirralarni yo'qotmoqchimiz. Qani. Border radius 20 piksel qilsam, qirrasi yo'qoladi mana. Ko'rdingizmi? Dumaloq qoldi. Zo'r bo'ldimi? Endi shunaqa qilib yozib ketaversam, mana yerda chalkashlik bo'ladimi? Hamma kodlar g'alati, ham HTML kod, ham CSS kod bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bu aynan mana shu ichida yozish, bu inline CSS deyiladi. Inline CSS deyiladi. Tushundingizmi? Hozir yozdik-ku, o'zaro qizil yozish, hech bir daftar ishlagan nima bo'ladi? Ishlamay qoladi. Mana bu nima? Mana. Bo'ladimi? Inline CSS bo'ladi. Inline CSS degani HTML taggi ichida unga dizayn berish degani. Xo'p, yaxshi. Endi ikkinchi CSS bor. Mana bu yerda style degan tag ochib turib, mana bu yerda shuni nimaga rang bermoqchiman? Dizayn nimaga bermoqchiman? Misol uchun dizaynni men mana bu veb-saytga, style degan veb-saytga bermoqchiman, to'g'rimi? H1 degan tekstga bermoqchiman, to'g'rimi? H1 qilamanda color deb turib, red deb yozsam mana, ko'rdingmi? Qayerga beryapman? H1 ga. H1 ichida nima bor? Mana bu ma'lumot bor. Va bundoq qarasam mana H1 ichidagi ma'lumot qizilga o'zgardimi? Yo'q. O'zgardi. Qani? Mana. Men mana buni ham ichkariga olib kirsam, keyin o'zgaradi mana. Salom yozib bergan. Yozish chiqmaydi. Ha? H1 ga mana chiqdimi? Endi mana qarang mana. Bundoq bo'ldi, ko'ring. Bir xil, lekin mana bu yerda uzun bo'lib ketsa chalkashib ketasiz. O'chirish ham qiyin bo'ladi. Ko'ringchi, bitta o'zini yozib ber. Aka, uzun bo'lib ketadi omma xolos. Mana bu yerdami? Yo'q. Bo'lsin. Mana yerda yozsam uzun bo'lib ketyaptimi? CSS yozaversam, rang yozaversam uzun bo'lib ketadi. O'shaning uchun mana bunaqa ochib olishim mumkin. Bundan ham afzal tomoni external CSS, ya'ni CSS style.css degan mana fayl ochamiz. Mana shu yerda shu rangimizni bundoq olib, H1 ga shuni mana shu yoqqa yozsam bo'ladi. Men headingni o'chirib tashlayveraman. Tushundingizmi? Mana. Mana shu holat keladi. Keyin rangi mana shu yoqqa o'tadi va bizda qanaqa holat paydo bo'ladi? CSS ishlamadi, to'g'rimi? Rang qizil bo'lmadi. Chunki men CSS ulanishi uchun link degan narsani yozaman. Link 2.css degan narsa keladi menga. Nima beradi? Qizil beradimi? Mana. Mana bu faylni ulab berdi, mana. Bu faylga ulab berdi. Tushundingizmi? Mana shu ulab berdi mana. Endi rangini 3 xil qilmoqchi bo'lsam-chi, 3 ta bir xil narsa rangini 3 xil qilmoqchi bo'lsam.
Rangini 3 xil qilsangiz. Rangini 3 xil qilaman desam, nima qilaman? Mana bitta link ochamanda, to'g'rimi? Style. Style ochamanda, mana bitta H1 ga BG color orange deb yozaman. BG color orange deb yozsam, hammasiniki nima bo'ladi? Rangini beradi. Orange bo'ladi. طالع المدينة وجب السكينة السلام عليك. Ya HK mayli mana. Ha. Ko'rdingmi? Ha. Background color orange, orange, orange. Mana HK bo'lganiga ta'sir qilmayapti mana. Mana. Orange, orange, orange. Mana ko'rdingmi? Lekin bittasiniki yashab, bittasiniki qizil, bittasiniki boshqacha bo'lsin demoqchiman. Uning uchun nima qilaman? Mana yerda class yozaman. Class H1 classga title deb yozsangiz bo'ladi mana. Title nima edi? Title o'sha Sarlavha barakalla bittada topolmagan qarang. Mana shu titlni mana bu yerga yozaman mana. Nuqta title deb yozamanda mana. Titlga background color'ga mana buni yozamanda. Qarabsanki natija chiqin sho'rva. Title bo'ldimi mana? Title bo'ldi. Titlga background color berdik. Voy, ichiga yozib qo'yibman-ku. Mana bu. Mana. Style ichida bo'ladi. Mana bu glyukoz alohida, keyin glyukozaki mana bu yerga alohida yoziladi. Ko'rdingizmi? Mana. Mana. Endi bu yerda ham kod yozsangiz, uzun kod bo'lib ketadi, HTML ham uzun, CSS ham uzun. Ikkalasi vashshe uzun bo'lib ketadi, to'g'rimi? 50 qatorli 100 qator bo'ladimi? O'shaning uchun biz bundan ham afzal varianti. Bu qaysi variant bu? Style degan tek ochib turib yozish. External usuli bu. External CSS ulash usuli bu. External. Bu external emas bu. Bu inline bo'lsa internal bu. Internal mana. Mana bu inline degani. Mana shu yerda CSS yozdim-ku boya. Inline. Mana bu internal bu. Endi external. Bu eng tavsiya etiladigan bu. Tushundingmi? Nima uchun? Chunki mana bu yerda yozsangiz, hech kim sizni urishmaydi. Kodlaringiz ham chalkashib ketmaydi. Tushundingizmi? Nima tushundingiz? Chalkashib ketmaydi deyapti yozsak. Aha, mana. Mana. Background mana. Title sariq. Title degan narsaga nima qilamiz endi? Title CSS ga o'tdim. Klassi bormi title degan? Fioletiga turibdi mana. Mana bundoq turib, bundoq qilsam, mana. O'zgaryaptimi? Demak, klass berish nima uchun ekan? Mana klass berish. Klass berish bitta bir xil narsalar bor mana. Bu yerda ham H1, bu yerda ham H1, bu yerda ham H1, to'g'rimi? Har biriga alohida chaqirish uchun nima qilar ekanmiz? Title deb yozar ekanmiz. Title deb yozar ekan. Klass berar ekanmiz. To'g'ri aytdingiz. Klass berar ekanmiz, to'g'rimi? Faraz qiling, o'quvchilar o'tiribdi. 20 ta o'quvchi o'tiribdi mana shu yerda. Ibrohimlar 3 ta Ibrohim bor. O'quvchilar desangiz 20 ta sonni chiqaring, to'g'rimi? 20 taning ichidan imini sizga keragini chaqirmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? Ibrohim deysiz. 3 ta Ibrohim bo'lgan bo'lsa-chi, familiyasi bilan chaqirasiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Biz demak klasslardan nima uchun foydalanamiz? Shu Ajab bir xil taglarni nima qilish uchun? Ajratib. Plisani kichkina qolib ketdi. Bir xil taglarni ajratib, alohida qilib yozish uchun ekan.